Menga qarang. Siz Salimamisiz? Assalomu alaykum. Men Muhammad Aminning onasiman. Voy, yaxshimisiz? Tinch qo'yasizmi o'g'limni yo'qmi? O'g'limni boshini aylantirib yurishga uyalmaysizmi? Sizga boshqa odam yo'qmi yurishga? Siz ajrashgan ayol bo'lsangiz, o'g'lim hali uylanmagan bo'lsa, shuncha qizlarni ko'rsatyapman, faqat sizni deb turibdi. Men o'g'lingizga rosa tushuntirdim. Tushuntirishga harakat qilyapman, lekin tushunmayaptilar. Bu narsa xatoligini aytgandim. Qabul qilmadilar. Siz nimadir qilgansizki, o'g'lim sizni atrofingizdan keta olmayapti. Issiq sovuq qilib olmaganmisiz ish qilib? Voy, yo'q, nima deganingiz bu? Men unaqa birovga yomonlik qiladigan inson emasman. Noto'g'ri o'ylab qopsiz men haqimda. Men Allohdan qo'rqaman. Menga qarang. Allohdan qo'rqsangiz, qizim, bunaqa ish qilmaydi. Tengi bilan, tushundingizmi? Bundoq qarasa, ayol kishi o'zi imkoniyat bermasa-chi, hech qachon erkak kishi yopishmaydi. Siz o'zingiz unga sharoit yaratib beryapsiz. Shuni bilmayapsizmi? Xo'p, men yana tushuntiraman. Menga qarang, meni to'g'ri tushuning. Siz ajrashgan ayolsiz. Meni o'g'lim uylanmagan. Siz o'zingizga mosini toping. Men ham o'g'limni o'zim xohlagan qizga uylantiraman, o'ziga mosiga. Tushundingizmi? Boshqa ko'rmang. Voy, bismillah. Muhammad Amin, ke bolam, bu yoqqa kelgan. Mana bu qizni qaragan. Sinfdoshimni qizi, eng yaqin dugonamni qizi, qara. Qanaqa chiroyli qiz. Ko'z oldimda o'sgan qiz. Qarasingchi, bolam. Oy, menga yoqmadi bu qiz. Uchrashuvga chiqsang yoqib qoladi. Hayotda boshqa, rasmda boshqa bo'ladi qizlar. O'rtog'imga aytib qo'yganman, soat 3 da uchrashuvga chiqadi. Bo'liqqa bolam, chiroyli kiyimlaringni kiyib uchrashuvga chiq. Oyi, meni bugun qiladigan ishlarim tiqilib yotibdi. Anta qilmasam ishlarim qolib ketadi. Uchrashuv yurishga vaqtim yo'q meni. Nima meni o'rnimga javob beraverasiz, oyi? Men eshitmayman gapingni. Yaxshi gapirdim. O'zing sabab bo'lsan qattiq gapirishimga. Men o'rtog'imga so'z berib qo'yganman. Telefoningga lokatsiya tashab qo'yaman. Tur tez. Keyinginde men lokatsiya tashagan joyimga borgin. Bo'ldi. Boshqa gaplashmayman sen bilan. Tez borgin. Chiroyli kiyimlaringni kiyib borgin. Borimcha boraman, oyi. Ahmoq bola.